Ama qarash o'rnidan ko'rasiz, вообще og'ir ekan bu. Dastavka bormi Andijonga? TCL obzori qachon? Oka, LG, Samsung TCL obzor qilganda kayf qila olmadingiz-a? QLEDmi, OLEDmi? TCL so'roq. Xo'p, TCL bo'lsa TCL. Bugun men sizlarga TCL brendining eng zo'r modellaridan bittasi 65 dyumli QD Mini LED QLED panelli ekranli televizorini bugun obzor qilib ko'rsataman. Narxini ham bo'lsa hech ham afsuslanmaydigan eng zo'r narxlardan qilib beramiz. Qani boshlaylik. Voy. Ovozlarni qarash o'rnidan ko'rasiz, va shu og'ir ekan bu. Ancha kuchayib ketdi, yo'ldan to'rkalada turibdi. Bor. Bu televizorimizning paneli, ekrani QLED ekran bo'ladi. Podsvetkasi bo'lsa mini LED, ya'ni butun ekran bo'ylab bo'ladi. Televizorimizning ovozlari 10K sistemasi bilan jihozlangan 2.1 kolonkalarga ega va eng zo'r tarafi protsessori IPQ. O'zini komplektidan bir emas, ikkita pult chiqadi va ikki juft o'zini original TCL batareykalari va eng asosiysi butun O'zbekiston bo'ylab garantiyasi bor. Bu modelimizning eng zo'r taraflaridan yana bittasi hozirgi televizorlar orasida eng baland gertsovkali, ya'ni 144 Hz ga ega. Bu televizorimizning 55, 65, 75, 85 va 98 dyumli razmerlari nalichi bor. Buni bemalol Telegram kanalimizga o'tib ko'rsanglar bo'ladi.